Tariximiz buyuk edi, botirlar nomi bilan jaranglagan. Bugun esa trendlar, ma'nisiz bazmlar bizni egallagan. Qani u g'urur, gan o'sha hayo va sharm. Shuhrat va boylik uchun vijdoni qildik-ku qurbon. Bog'larda kulgu bor, lekin ruhlarda sukut hukmron. Erkaklik masxara bo'ldi, iboni sotdik. Bu qanday zamon? Men ham shu dunyoning bir qismi, men aybsiz emasman. Lekin vijdonim yo'q, yolg'onlarga jim qarab turolmasman. Xudo bizni yuqori yo'lda, aqldan, instinktdan va suyakdan. Lekin biz voz kechdik rahm shafqatdan, voz kechdik buyuklikdan. Oxirgi nafasda so'rayman, haq tarafda turdimmi yoki olomonga qo'shilib nafsimni qul qildimmi? Tong kelishiga isbot, hali umid bor. Asosiy savol, hurmatning narxi bor endi, inson qadri bo'ldi-ku vol. Boshim egib kuyalaman odamlarning qilmishidan. Xudo ko'rib turibdi hammasini ichingdan, totashingdan. Xudo oldida uyatda boshim egib kargal.